mehmonlar, fidoyi kutubxonachilar, kitobsevar yoshlar hamda bugungi ma'rifat bayramining qadrli ishtirokchilari. Kitobxonlik festivalining eng hayajonli va tantanali lahzalaridan biri yakuniy taqdirlash marosimiga yig'ilganmiz va barchangizga xush kelibsiz deb qolamiz. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, Aynan O'zbekistonda kitob o'qiydigan viloyat deganda Namangan viloyati deb hamma e'tirof etishini xohlayman. Festivalimizning Namangan viloyatidagi navbatdagi mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga yana bir bor tashrif, ajratilgan vaqt uchun minnatdorchilik izhor etamiz.